Hop, demak, bozor haqida o'zimni potentsional qarashlarim haqida olishib boraman. Buni mana oylik shamimiz ochilgan paytda aytganmiz. Ya'ni o'sha qarashdaman hozirgacha. Ya'ni o'zgarish bo'lmadi. Bizda toki mana shu 108 mingdan o'tib olmagungacha biz 116 ni kutmaymiz. 116 dan o'tib olsa keyin to'la to'kis bo'lish bo'lamiz deb oy boshida taxmin qilganmiz. Va biz ko'ryapmiz, bu 108 mingga ham kelmasdan turib pastga qarab tushib keladi. Demak, Alloh alam g'oliban buni maqsadi mana shu likvidni olishlik bo'ladi, ya'ni 98 dagini. Bu likvidni olishligi oylik time frame'dagi FVG ga test qilishligi bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana ahamiyat bersak FVG bor. Bu FVG ni fulfill qilishligi 95 mingga to'g'ri kelyapti. Ya'ni FVG ni to'la yopadigan bo'lsa, bu FVG ni tushib 95 ming. Agar bu yer 95 ming reaksiya bermasa, biz keyingi manzilimizni kutib olamiz. 92 ming bilan 86 minggacha tushishlik ehtimoli ham bo'ladi. Ya'ni Bitcoinni 92 ming bilan 86 minggacha tushishlik ehtimoli bo'ladi. Agar 95 ming bilan 98 ming ushlab qololmasa. Ya'ni biz birinchi navbatda mana bu supportdan reaksiya kutamiz. Bu likvidni olgandan keyin undan keyin yana bo'lishlikka harakat qilamiz, tasdiq bersa va bu yerdan yana yuqoriga ketishlikda ham yana unutmaylik, 108 ming bizda qarshilik zona. 108 mingni yorib o'tmagungacha biz to'la to'kis bo'lish bo'lmaymiz. 108 ming va 116 ming dollar bizda umumiy qarshilik zonalar hisoblanadi. Ya'ni bizda hozir mana bunaqasiga trend o'zgardi deb olsak ham mana bunaqasiga biz diskountda bu likvidni olgandan keyin yana buyga kirsak bo'ladi. Ya'ni premiumgacha, shu premiumga chiqishligi 108 ming 116 ming dollarlarda olib yana bizda davom etishi mumkin pastga. Shuning uchun bu yerlarda biz tana bilan yorib o'tmagungacha, ya'ni Bitcoinni o'zida to'la to'kis burilishlikka o'tmaymiz. Bu 116 mingni yorib o'tsa, keyin ATH kutamiz va yangi impuls kutishimiz mumkin bo'ladi. Shunda bizga yangi diapazon shakllanadi. Mana bu holatda, ya'ni bu likvidni olgandan keyin biz keyingi korreksiyasida yana bo'lishlikka qiziqib ketsak bo'ladi. Lekin ungacha bizda hozirchalikka to'la to'kis burilish bo'lmaymiz. Bu mana bu likvidni olgandan keyin maqsad bu likvidni olishlik bo'ldi va bu yerga tushib kelyapmiz. Va bu likvidni olgandan keyin korreksiya, ya'ni bizda Fibonacci tortadigan bo'lsak ham premium diskount zonalari va korreksiya qilishi mumkin premium zonagacha, ya'ni 0.5 gacha 0.5 gacha test qilib bersa ham 108 ming bo'ladi. Yuqoriroqgacha test qilib beradigan bo'lsa 116 ming. Mana shu 116 mingdagi likvidni olib yana pastga ketishi mumkin deb qaraymiz. Agar buni tana bilan olsagina keyin yana bitta ATH ko'rishimiz mumkin bo'ladi, Alloh alam. Endi biz shu likvidni olmagungacha bir bozorda savdolarga ehtiyot bo'lib turganimiz yaxshi. Ya'ni mana bu likvidlarda olishligi bu 98 ming 100 qanchalarga, ya'ni 98 ming dollarga to'g'ri kelyapti. Va bu likvidni olib, agar oylik FVG to'ldiraman desa ham, bizda umumiy holatda 92 minggacha tushishi mumkin. Ya'ni 95 ming va 92 minggacha tushishi mumkin bo'ladi. Mana shu joylarda reaksiya kutaman albatta o'zim. Endi reaksiya qanaqa bo'lishi mumkin? Misol uchun ba'zida men ko'rmay qolishim mumkin bo'ladi. Agar sizlar kuzatib turgan bo'lsangiz, bizda reaksiya qanday bo'lishlik kerak? Likvid olgandan keyin yoki mana shu FVG ga test qilgandan keyin kunlik candle o'zidan oldinga bitta candle yutib yuborish kerak. Ya'ni yutib yuborib zakripet bo'lishlik kerak. Narx mana shu joyda qotishi kerak. Narx qotishi deganda, ya'ni mana bunaqa ko'ryapmiz, 3 kundan beri katta qizil candle bo'lib, bo'lib tushib ketmasligi kerak. Balki nima qilishlik kerak? Narximiz kelib, mana bu yerda likvidini oldi, support zona to'xtash kerak. Yutib yubormasa ham kunlik candle narx to'xtash kerak. Ya'ni o'zidan oldingi minimumni olmasligi kerak. Minimum olmasdan to'xtash kerak. Keyin 4 soatlikka o'tib, biz 4 soatlikda order blok hosil bo'lgan bo'lsa, ana shu order bloklardan entry qilamiz. Shu bilan yuqoriroqgacha. Endi kichkina time frame'da bizga qarshilik bo'ladi 106 ming. Kunlik, ya'ni haftalik time frame'da 108 ming, shuni unutmaylik.
kunlik time frame'da bizga qarshilik bo'ladi 1.20 bilan 1.6. Nima uchun desa, bu yerda order blok shakllanib qoladi. Buni yorib chiqib olsa, bizda yangi diapazon premium diskountga tushgandan keyin yana buyga qiziqamiz. 1 qanchagacha? Mana bungacha, 1.9000 gacha. Va bu yerda yorib o'tgandan keyin 1.16000. Buni ham yorib o'tgandan keyin korreksiyasidan yana bitta ATH gacha qiziqishimiz mumkin bo'ladi. Muhimi bu narsalar keyingi potensial taxminimiz. Lekin bundan oldin bizda mana bu support zonada narximiz zakrypet bo'lishlik kerak. Mana bu holatda tushib, buni ham likvidini oldik deylik. Olgandan keyin narximiz zakrypet bo'lishlik kerak. Zakrypet bo'lishligi aytdim, ya'ni o'zidan oldingini tana bilan olib tushib ketavermaslik kerakda. Mana bu holatda bu holatda tushib ketaversa, demak narx bu yerda zakrypet bo'lmaydi. Zakrypet bo'lishlik kerak, bir marta olmasligi kerak, imkon bo'lsa yutib yuborishlik kerak kunlikda o'zida, shunda order blok hosil bo'ladi-da. Mana shu order blok ichidan biz buyga qiziqsak bo'ladi. Ungacha biroz savdolarga ehtiyot bo'lib turamiz. Ya'ni bu Bitcoin bo'yicha. Bitcoinni biz SMEda ko'radigan bo'lsak ham bizda mana bu yerlarda mana 97.000 bilan 96.000 va bizda 93.000, 92.000 larda gap bor. Mana shu gapni to'ldirgani tushishimiz mumkin bo'ladi umumiy holatda. Ya'ni mana bu joyda qoldirib ketgan gap bor, to'ldirilmagan. Bu gapni to'ldirishimiz mumkin bo'ladi va bizda undan oldingi gap bor. Ya'ni mana shu gaplarda biz reaksiya kutishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu likvid hali olinmagan SMEda ham. Ya'ni bizda misol uchun SMEni o'zi tushib, mana bu 92.000 largacha tushib likvidini olar. Yoki bo'lmasam bizda mana shanba ertaga juma bo'lyapti. Juma kuni SME berkiladi. Deylik SMEni o'zi mana bu likvidni oldida, misol uchunda bu likvidni oldi, birinchi gap to'ldirdi, mana pastdagi gapni to'ldirmadi. Lekin mana Bitcoinning o'zini charti bo'lsa, mana bu charti bo'lsa, pastroqgacha tushib, pastdagi 92.000, 90.000 dollargacha tushib, buni ham to'ldirib, shanba yakshanba kunlari yana yuqoriroqgacha chiqib olishi mumkin bo'ladi. Shunda SME ochilgan kuni, dushanba kuni ochiladi. Ya'ni bu yerda mana deylik yopildi va dushanba kuni yana mana shu joydan ochilib yoki juda tevaroqdan ochilib, o'ziga yana bitta gap qoldirib, mana shu gapdan kuchayib yana yuqoriga darsha ketib qolishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni yuqorida ham bizda to'ldirilmagan gaplar bor. Mana bu yerda bu gaplarni to'ldirishimiz mumkin bo'ladi. Lekin undan oldin biz pastdagi likvidga va pastdagi gapga yaqinmiz. Mana shu pastdagini to'ldirishligini g'oliban kutishimiz mumkin bo'ladi, Alloh alam. Hop, endi Ethereum bo'yicha ham taxmin qiladigan bo'lsak, ya'ni Ethereumda ham bizda oylikdan, o'zi oylik analiz qilganmiz, yana bir marta oylikdan ko'ramiz. Oylikda bu likvidlar olindi. Oylikdagi FVGni 0.5 gacha tushdik. Normalniy support zona degan. Ya'ni bu juda kuchli support zona degan. Bu yerdan Ethereumda biz bo'lish bo'lsak bo'ladi. Ya'ni umumiy uzoq muddatga, ya'ni nima uchun desa, bu investorlarni qiziqtiradigan zonaga, Ethereum zonaga yetib keldik. Ya'ni umumiy holatda premium diskont tortsak ham Ethereum, ya'ni 0.5 zonaga yetib keldik. Bu yerdan investorlar qiziqyapti. Albatta, nimada, misol uchun xosatan Ethereum uchun short pozitsiyalar juda ko'paygan, lekin shu bilan birgalikda katta kompaniyalar yoki bo'lmasam katta investorlar Ethereumga tinmay har kuni yig'ishyapti. Ya'ni bu nima degani, ularni qiziqtiryapti. To'g'ri, ular yana tushsa yana oladi, yana tushsa yana oladi. Ular investor, bizga o'xshab stop bilan kirib olib, 2% stop bilan kirib olib, stopim urdi deb o'tirmaydi ular. Balki misol uchun shu premium diskont, ya'ni support zonaga keldimi, diskont zonaga keldimi, ular oladi. Yana tushdimi, yana oladi. Yana tushdimi, yana oladi. Nima uchun desa, ular next target kutadi. Yillar kutadi. 1, 2, 5 yil, 10 yil, balki undan ham oshiqroq yillar kutadi ular. Va ular hozir yig'ishni boshlayapti. Bu yerdan yana Ethereumda biz ham bo'lishlikka qiziqsak bo'ladi. Agar uzoq muddatga olmoqchi bo'lsangiz ham Ethereumda birinchi buy qilsangiz bo'ladigan joyda Ethereum. Agar yana tushsa, yana olasiz. Qancha? 3000 dollar pastida. Ya'ni 3000 dollar
$2008'da pastlardan yana bitta olasiz. Yana tushdimi $2000, ya'ni $1800 tushishi mumkin. U yerdan olishingiz mumkin. Lekin hozirgi holat birinchi support zona. Bu yerdan birinchi buy qiladigan joy deb bilaman. Ya'ni bu degani Ethereum support zonadami? Demak, altcoin'lar ham shunga ergashadi degan. Va Bitcoin tushsa ham altcoin'larga ta'sir qiladigani o'zi ta'sir qilib bo'ldi. Juda katta ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Ya'ni Bitcoin misol uchun hozir 100 mingdan 95 ming, 90 minggacha tushib chiqsa ham altcoin'lar, ya'ni hop, demak Bitcoin'da hisoblaylikda 91 minggacha tushsa ham, 90 minggacha tushsa ham 10%. Altcoin'lar va Ethereum tushsa ham 10% ham tushmaydi deb bilaman. Ya'ni tushsa ham misol uchun 7-8% tushishi mumkin. Ya'ni $3000 yana bir marta. Altcoin'larda ham xuddi shu holat. Ya'ni unaqa 30, 40, 50% tushish bo'lmaydi deb bilaman. Chunki altcoin'lar tushadigan joyiga tushib bo'lgan. Bitcoin ham tushadigan joyiga tushib bo'ladi. Altcoin'lar yana biroz korreksiya beradi va undan keyin Bitcoin bitta qarilish bergan paytda altcoin'lar 20-30% yuqoriga yurib berishlik ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Hop, Ethereumda umumiy holatimiz, yana aytaman, oylik time frame bo'yicha biz diskantdamiz, biz support zonadamiz. Bu yerdan biz bullishlikka qiziqsak bo'ladi. To'g'ri, bizda hali kunlikda, hali misol uchun haftalikda tasdiq yo'q, lekin bizga bir dona sabab, ya'ni biz o'zi kunlik time frame'da tushib keladigan bo'lsak, bizda struktura o'zgargan bu yerlarda. Mana bu holatda tushib kelyapmiz yaxshigina. Premium diskant zonalarida to'g'irlab tushib kelyapmiz. Yana bitta davom etishi mumkin bu narsa. Lekin biz oylik time frame'da diskantda bo'lganligimiz uchun bu yerdan bo'lishlikka qiziqamiz. Endi kunlik time frame'da yo'q, hozir men risk qilolmayman. Men confirmation bilan savdo qilishim kerak, ya'ni tasdiq bilan savdo qilishim kerak. Men unaqa risk qilgani toqatim qolmadi, qo'rqib qoldim deydigan bo'lsangiz, nima qilishni maslahat beraman? Mana shu zona, ya'ni $3600 tana bilan yorib o'tilishligini kuting. Tana bilan yorib o'tilgandan keyin siz yangi, misol uchun deylik, buni olib yuqoriga chiqdi, premium diskant tortasizda bunga korreksiya qilishini kuting. Korreksiyasidan savdoga kirib, yana yuqoriroqgacha, mana bu likvidlarda balki ATH gacha kutishingiz mumkin bo'ladi. Bizda qaysi zona bo'larkan, ya'ni to'la to'kis bo'lishlikka o'tishimiz uchun $3600 mana shu korobkani, ya'ni biz tana bilan yorib chiqishimiz kerak. Fitil bilan emas, ya'ni shamda kelib fitili likvidda olib, tanasi pastda berkilib qolib, mana bu holatda emas, tana bilan to'la to'kisi yuqorida berkilishimiz kerak. Mana shundan keyin biz bo'lishlikka yana korreksiyasidan qiziqsak bo'ladi. Allohu a'lam. Ethereum bo'yicha ham SME'da qaraydigan bo'lsak, deylik, bizda gap yopilgan. Mana bu IFVG bor. Mana IFVG da turibmiz. Shu Ethereumda umumiy holati support zonadamiz. Va Ethereumda men yana bitta ATH qilib berishini kutaman. Shu 2026larda boshlariga yoki bo'lmasam keyingi oylarga, balki misol uchun bitta o'ssa, mana buni ham to'xtatib bo'lmagan, ko'ryapmiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta, ya'ni bir oy ichida ATH qilib qo'ygan. Nima uchun desa, chunki fond bozorlarida ETH hali ATH qilmagan. Ya'ni Ethereum fond bozorlarida, SME'da hali all time high'da olmagan. Lekin birjalarda olgan. Bu degani shanba, yakshanba kunlari all time high qilib likvidda olgan. Lekin SME'da, ya'ni fond bozorlarida hali Ethereum all time high qilmagan. Hozir bizda nima bo'lyapti? Diskant zonaga, ekvirtum zonaga kelgan, bu yerdan investorlar olyapti. Agar uzoq muddatga olmoqchi bo'lsangiz, pulingizni 3 ga taqsimlang yoki 4 ga taqsimlangda birinchi buy qilsangiz bo'ladi, chunki arzon zonaga yetib keladi. Va bu yerdan olib, yana ular nimani kutyapti? All time high kutyapti Ethereumda. Keyingisi haqiqiy all time high bo'lishligini kutib o'tiribdi. Umumiy holatda Ethereumda ham shu. Hop, endi ko'pchilikka qiziq bo'lgan USDT dominans bo'yicha gaplashamiz. Demak, USDT dominansda biz umumiy holatda trendimiz bo'yicha, ya'ni hozirchalikka davom etib kelyapmiz.
bu tashqi globalniy trend bo'lsa, mana bu ichki trend laynimiz hozir mana shu 3-kasanaga yetib kelib qoldik. Ichki trendimiz ham. Hop, demak, bu yerda umumiy holatda USDT dominansida kutamiz. Mana shu zonalardan, ya'ni 3-kasana ham trendlaynga kelib va mana bu misol uchun visk ichida order blok bo'ladi. Shundan reaksiya olib yana biroz korreksiya qilib berishini, ya'ni 5% va hattoki 4% gacha tushishligini kutsak bo'ladi, Alloh alam. Agar bu birinchi kasana reaksiya bermasa, ikkinchi kasanada kutishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ikkinchi kasanadan 6% va 6,5%lardan kuch olib, keyin yana biroz korreksiya qilib berishi mumkin bo'ladi. Bu yerda yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Efir USDT dominans ahamiyat bering. Yuqoriga chiqib bitta uzun fitil otganda tanasi pastda berkilib turib, undan keyin 1 2 3 4 5 6 haftadan oqishni boshlagan. 6 haftadan oqishni boshlagan. Hop, bu yerda ham ahamiyat bering. Yana bitta uzun fitil otdi-da, undan keyin 1 2 3 4 5 6 haftadan oqishni boshlagan. Va bizda hozirgi zonamiz bitta uzun fitil otdi, 1 2 3 4 5-hafta. 5-hafta ketyapti. Keyingi haftalardan, keyingi hafta o'zi trendlarning 3-kasanaga ham to'g'ri kelyapti. Buni test qilib va 6-haftadan keyin bizda yana USDT dominans biroz korreksiya qilib berishligi mumkin bo'ladi. Bu degani noyabrda oxirlaridan, ya'ni dekabrlarga Xudo xohlasa bozorda bitta chiroyli o'sishdi, ya'ni to'g'ri 100% alt sezon keladi demaymiz. Bu narsaga o'zim ilgaridan kanal ochib yurg'izishni boshlagandan aytaman. Hozir oldingi holat emas, hozir altcoinlar trillionta bo'lib ketgan. Shuning uchun fundamenti yaxshi bo'lgan, sanoqli va chegaralangan altcoinlarga sezoni kelishi mumkin deb aytdik. Ya'ni shu narsalar yana bizda bo'lishi mumkin. Umumiy bozor o'sishi mumkin USDT dominans tushganda. Lekin bizga yaxshigina daromad beradiganlari bular fundamenti yaxshi bo'lgan, yaxshi loyihalar, yaxshi proyektlar bo'lsa, mana shular yaxshiroq foyda yoki bo'lmasam daromad olib kelib berishi mumkin bo'ladi, Alloh alam. Bitcoin dominansida ham xohlasa shu bitta qattiq tushishlik kutib turibdi. Bunga ahamiyat bering. Ya'ni juda maydalayapti. Ya'ni bu yerda hozir mana bu analizni o'chirib turaveramiz. Shu trendlardan kuch olib yana yuqoriga ketyapti. Endi kattaroq time frame'da ko'radigan bo'lsak ham, ya'ni Bitcoin dominansda shu 1 oy davomida olib tushgan narsani 2 oydan beri so'dgab olib chiqib ketyapti. Maydalab olib chiqib ketyapti. Hozir Bitcoin yana biroz tushishi mumkin. Bitcoin tushgan paytda, keyin Bitcoin o'sgan paytda birinchi Bitcoinga pul kirganligini hisobiga altcoinlar yurmaydi. Bitcoin dominans birgalikda yurishi mumkin. Ya'ni 63-64% gacha chiqishi mumkin. Va Bitcoindan keyin pul chiqishi bor. Va ana shu chiqqan pullar Ethereumga, altcoinlarga kirishni boshlagandan keyin Bitcoin dominans bizda yana bitta yaxshigina oqib berishligi bor deb kutyapman. Lekin bu qattiq oqishdan oldin yana biz 63, 64, hattoki 65% gacha ko'rishimiz mumkin bo'ladi, Alloh alam. Va endi totallarda ham bir qator ko'radigan bo'lsak, ya'ni umumiy holatda totallarda ham ko'radigan bo'lsak, bularda ham ekvivalent zonaga kelgan, ya'ni bu oylik time frame'da. Haftalikka oladigan bo'lsak, bu yerda mana order blokka kelgan bu. Bu yana biroz tushishi mumkin, umumiy bozor olib tushadi. Agar bu order blok reaksiya bermasa, buni likvidini olamiz. Ya'ni buni likvidini olishligimiz 3 trillion, ya'ni 2,96 trillionga to'g'ri keladi. Agar bu reaksiya bermasa, keyin pastroqdan kutamiz 2,66 trillionlardan. Lekin hozirgi joyda ekvivalent, ya'ni support discount zonada bo'lganligi uchun bu yerdan biroz imkoniyat beramiz bozorga. Ya'ni bu degani bozor keyingi hafta ponni burilish bo'lar ekan degani emas. Keyingi hafta balki range qilib berar. Undan keyin dekabrlardan sekin o'sish qilib berishi ham mumkin bo'ladi. Yoki bu oy yanada tushib, buni likvidini olib, undan keyin sekin dekabr yoki yanvarlardan o'sish ham qilib berishi mumkin bo'ladi.
Hop, demak nimaga ham e'tibor bersak, total 2 ga, ya'ni Bitcoin'dan tashqaridagi Ethereum va boshqa altcoin'larda kapitalizatsiyasiga bundan biri 34 da turibmiz. Hop, mana bu likvidlar olinmagan, ya'ni bu likvidlarda olishlik ehtimoli ham bor, chunki mana bu crash bo'lgan va undan keyingisi sog'lom tushlik bo'lgan. Likvid olib risk. Bu risk 0.05 biz uchun support bo'lib berishlik kerak. Agar bu support ushlab bera olmasa, keyin biz yana pastroqqa tushib 1.18, ya'ni 1.20 trilliondagi likvidlarni ham olishimiz mumkin bo'ladi. Endi Bitcoin Ethereumdan tashqari altcoin'larga ham ahamiyat bersak, ya'ni biz bunda ham bizda crash bo'lgan, bu yerda crash bo'lgan va undan keyingisi sog'lom tushlik bo'lgan. Ya'ni mana crashsiz bozorlar umumiy holatda chiroyli tushishi bo'lgan. Hop, bu ham bizda likvid olgan support zonadamiz. Risk 0.5 support. Bu ushlab qololmasa yana bitta pastroqqa tushib 840 milliarddan kuchilib keyin yana 1 trilliongacha burilishcha bo'lsak bo'ladi, Alloh alam. Hop, endi Ozersga ahamiyat bersak, bizda Ozersimiz, ya'ni umumiy altcoin'lar, bizlar shu ko'proq altcoin'larda ishlaymiz. Altcoin'larga kapitalizatsiyasiga ahamiyat bersak, bu yerda likvid bor. Bu o'ziga kanal yasab olgan. Bu kanalda 0.5 bizda mana shu zonalar bo'ladi. Shu zonaga tushib, ya'ni 225 milliardlarga tushib, bu yerdan reaksiya bersa, ya'ni 250-270 milliardgacha bo'lishicha bo'lsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa 0.5 ushlab qola olmasa, yana bitta pastroqqa tushib, shunda bizda 1, 2, 3, 4, mana bu 5-kasani bo'ladi-da, Elliot bo'yicha ham 5-kasanidan keyin burilish bo'lsak bo'ladi. Mana bungacha. Bu degani altcoin'lar bizda yaxshigina yurib beradi degani. Faqat uning uchun sabr, ya'ni bu 5-kasaniga tushishligi uchun ham bizda hali misol uchun 1 oy, 1,5 oy, balki 2 oy davomida tushishligimiz mumkin. Chunki biz kunlik time frame'da analiz qilyapmiz. Balki 1 haftada tushib qolar. Balki 10 kunda, balki 1 oyda. Ya'ni buni natijasini ko'rishimiz kerak va 5-kasani bo'lgandan keyin reaksiyasini ko'rib biz altcoin'lardan keyin bosib olsak, ana shunda biz yuqoridagi likvidlargacha chiqishimiz mumkin bo'ladi, Alloh alam. Hop, umumiy bozor holati haqida o'zimni qarashlarimni potensial aytib o'tdim. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Juda ko'pchilik keyin buni ham qo'shib o'tganda, juda ko'pchilik mendan lichkada nimani so'rashibdi. KOAI degan coin bilan AIA degan coin. Ya'ni bular haqida ham o'z fikringizni bering deyishdi. Hop, demak, KOAI bo'yicha texnik analiz qiladigan bo'lsak, bizda mana umumiy holatda bu coinlarga o'zi esingizda bo'lsa, mana bu o'sishlik paytida ham aytganman, 17-18 dollar. Bu coinlarga umuman yaqinlashmanglar. Bu coin o'sib bo'ldi. Bu tushishi mumkin 3 dollar, 1,5 dollargacha deb o'zim potensial taxmin qildim. Nima uchun 1,5 dollargacha? Chunki bu yerda support bor edi. Va ana shu 3 dollardan 1,5 dollardan o'zim olganman. Mana bu o'sishlikda qilgan, ya'ni 100% foyda pulimga olganman. Ya'ni hozir ham menda turibdi. 1.7lardami, gideta o'rtacha entry 1.7larda tushgan. Men boshqa qo'shmayman deb buni o'tgan safar ham aytganman. Nima uchun desa, men foyda puliga olganman. Yo'q bo'lib kelsa ham men achinmayman bunga va buni tashlab qo'ydim degan. Endi buni kutishim mumkin, buni qo'shishim mumkin qachonki $0.5 pastiga tushsa va ana shu joylarda reaksiya bersa, keyin yonimdan, ya'ni cho'ntagimdagi puldan qo'shishim mumkin bo'ladi. Ungacha esa men foyda, mana bu o'sishlikda qilgan foyda pulimni riskovat qilganman. Bu coinlar shunaqa hype bo'lganda otadi, hype tugadimi, ya'ni yuradi. Hype bo'lganda otadi, hype tugadimi, ya'ni yuradi. Shuning uchun bunaqa coinlarga tem bo'la umuman katta pul bilan risk qilishlikni maslahat bermayman. Maksimum yo'qotishga tayyor bo'lgan pulingiz. Misol uchun kimdadir 1000 dollar, kimdadir 100 dollar, kimdadir 50 dollar. Ana shunaqa summa bilan risk qilishlik kerak bu coinlarga. Chunki ahvolini ko'rib turibsiz, ya'ni bu qachondan beri oktyabrdan beri tushib keladi. Ya'ni bu degani 2 oydan beri tushib keladi. Albatta narx bu joyda biroz zakripet bo'ldi, ya'ni zakripet bo'ldi deganim range ga tushdi. Bu narsa menga yoqdi. Nima uchun desa, bozor shuncha tushdi.
Mana shuncha tushgandan keyin sotuvchilar tugadi. Ya'ni bu yerda sotuvchilar juda kuchlik bo'ldi. Bitta ikkita sham bilan necha foiz olib tushib qo'ydi qarang. 2 dona sham bilan 63% ga olib tushib qo'ydi bozorda. Bozorda 63% ga tushib qo'ydi 2 dona sham bilan. Bu yog'iga mayda sotuvchilar, ya'ni bu yerdan olib, yuqoridan olib yoki mana bu joydan olib foydasini yechmagan insonlar sekin maydalab sotib. Hozir sotuv kamaydi bunda. Ya'ni sotib chiqib ketadiganlar o'zi chiqib ketib bo'ldi. Endi buni olib tashlab qo'yadiganlar qoldi. Bittasi ayrimlar bu yerdan olgan, ayrimlar bu yerdan, ayrimlar bu yerdan, kimdirlar mana bu joydan olgan, bu yerdan endi qo'shib oladi. Bular endi sabr qilishlik kerak. Faqat sabr qilishlik kerak degani bu coin kelajakda o'sib zo'r bo'lib ketadi degani emas. Buni fundamenti zo'r emas. Ya'ni fundament taraflari zo'r, misol uchun kelajakka investitsiya qilib qo'yadigan coin emas. Bu shunchaki mem coinlar qatorida savdo qilsangiz bo'ladi. Ya'ni qanday? Sizda hozir deylik, agar yuqorida risk qilmagan bo'lsangiz, hozir oshiqcha $100 pulingiz bor. Misol uchun siz uni ishlatib yo'q qo'yishingiz ham mumkin yoki bir tasavvur qilingki, $100 pulimni yo'qotib qo'ydim deb tasavvur qilingda, olib bu coinni tashlab qo'ying. Deylik, misol uchun bir 200 yoki bo'lmasam 2 yoki 3, 4, 5 xlarga maydalab take profitingiz qilib qo'ying. Yoki bo'lmasam, misol uchun bu yerdan hozirgi olgan joyingizdan 100% daromadga chiqishiga siz qilgan investitsiya, ya'ni $100 pulingizni qo'yib qo'ying sotgani 1.52 ga. Va mana shu joyga chiqqanda siz kiritgan summa o'zingizga qaytib keladi, foyda pulingizni tashlab qo'ying, sotib olmang. Bu agar yana qachondir hype bo'ladigan bo'lsa, bunday chiqishi mumkin $5-4 ga. Hype bo'ladigan bo'lsa, lekin aniq emas bu narsa, chunki buni hype tugadi. Lekin shuncha tushgan, yana bitta ko'tarib berishi mumkin agar community yana misol uchun communityda qolib ketgan bo'lsa yoki investorlarda qolib ketgan bo'lsa, ular pastdan qo'shib yana bitta ko'tarib, keyin ular minusdan chiqib yana bitta bozorni dum qilib olib tushib ketishlik ehtimoli ham bor. Shuning uchun siz agar hali savdo kirmagan bo'lsangiz, mabodo kirmoqchi bo'lsangiz, lekin kirishni maslahat bermayman. Mabodo kirmoqchi bo'lsangiz, yo'qotishga tayyor bo'lgan summa bilan kiring. $10 yoki $100 yoki $1000, har kimga har xil. Va kiritgan summangiz 100% sof daromadga chiqdimi, kiritgan invest pulini chiqaring, foyda pulini tashlab qo'ying. Keyin foyda puli ham agar yana o'sib ketsa, sizga yana ancha daromad olib keladi. Agar o'smasdan yo'q bo'lib ketsa ham siz achinmaysiz, chunki cho'ntagingizdan nima qilmadingiz, zarar ko'rmadingiz bo'ladi. Bu coinni nimasini ham aytgandim men, ya'ni bu где-то 150 million va 100 million market capi pastrog'iga to'g'ri kelsa, men risk qilishlikka nima qiziqib ko'raman deb. Mana kanal, adashmasam, yo'q, yangi kanalimga yozganman, yo'q, eski kanalga yozdim, esimda yo'q. Lekin ahamiyat bering, 144 million market capga tushdi. Bu KOAI orada 5 salkam 6 milliard market capga chiqdi. Yaqindagi o'sishligida, ya'ni $25 ga o'sishligida bu qancha? Salkam 5 milliard market capga chiqdi. 5 milliard market capga chiqqan coin bu darajada tushishligi, bu coin musor coinligiga dalolat, o'zimda aytganda. Chunki agar investor misol uchun fundamenti zo'r coin bo'lganda 5 milliard market cap yiqqan coin bu darajada tushib ketmaydi, o'zini ushlab qoladi, o'zini ustida ishlaydi. Agar haqiqatdan fundamenti zo'r bo'lsa, mana shu narsani o'zi ham kifoya qiladiki, bu coin musor coin. Shuning uchun fundamenti nol bu coinda, lekin siz yo'qotishga tayyor bo'lgan pulga risk qilmoqchi bo'lsangiz, olib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin hali olmagan bo'lsangiz, olishlarni maslahat bermayman. Nima uchun desa, chunki bu yerda hali nimalari ham, ya'ni to'liq bu bozorga chiqib bo'lmagan max supply 1 milliard, bu yerda circulatory supply bozordagi ta'minoti 188 million. Bular hali razlokdan chiqsa yanada bozor tushishligi mumkin degan. Hop, ikkinchi ko'p berilgan savol, AEA USDT
coinimiz, mana shu coinimiz haqida ko'pchilik savol beribdi. Hop, demak, bu ham misol uchun tushadigan joyga tushdi. Hop, ya'ni buni ham men adashmasam yo sizlarga yozdim yoki jamoaga yozdim, bilmayman. Mana bu likvidni olishini kutgandim o'zim. 1.59 va buni pastida mana bu order blok bor edi. Ya'ni mana shu joylarga tushishini potensial taxmin qilib kutgandik, mana bu joylarda. Hop, keldi. Bu bitta hype bo'lgandan keyin tushdi, lekin hali bounce bermadi. Bu endi bounce berishi mumkin, lekin buni ham taqdiri nima, QI bilan bir xil degani. Buni ham fundamenti zo'r emas, shunchaki hype qilib ko'tarishdi va hype qilib tushirishdi. Demak, bu ham mabodosiga bu yerdan yurib ketib qolsa, mana bunaqa misol uchun 5-6 dollar, balki undan ham yuqoriroq 10, 15, 20 dollargacha chiqib ketsa ham, siz yuqoridan qiziqmang. Hozir yo'qotishga tayyor bo'lgan pulingizga olib qo'ying, tashlab qo'ying. Yo'q bo'lib ketsa rozi bo'ling. Yo'q bo'lib ketmasa, foydaga chiqdimi 100%, boyaga aytganimdek kiritgan investitsiya yeching va qolgani tashlab qo'ying. Qolgan mabodo yana bir 200-300% o'tsa, ana shunda sekin bozordan maydalab sotib chiqib ketsangiz bo'ladi. Lekin bu coinga ham ishonib yubormanglar. Bunda ham xuddi coinni taqdiri bilan bir xil. Buni ham market capiga ahamiyat bersak, boya qaraganimda 150 million edi. Hozir shu 20 millioncha pul kiribdi, ya'ni 25 millioncha. Narxi ham 1.1mi, 1.2 turuvdi narx. Hozir 1.4 ga chiqib qolibdi. Bunda ham umumiy holatda market capi mana o'sgan paytda 3 milliardga chiqib 100 millionga, ya'ni 150 millionga tushyapti. Bu nechi baravar tushib ketyapti deganda. Market cap nechi baravar tushib ketyapti degan. Bular dalolat qiladiki, bu coinlar musor coin degan. Qarang, 98% ga narx quladi degan. 45 dollarga chiqib 45 dollardan hozir 1 dollarga tushyapti. 98% ga narx quladi degan. Hop, endi shuncha qulabdi. Yuqorida kirib olganlar bor, ushlab turganlar bor. Ular nima qiladi? Albatta bu yerdan qo'shib oladi. Minusdan chiqdim, sotadi ular. Shuning uchun sizga ham aytyapman. Agar hozir olsangiz, risk qilib faqat yo'qotishga tayyor pulga oling. Agar olmagan bo'lsangiz, olmang. Maslahat bermayman. Mayli, bu o'sib ketsin, lekin yana uzoq muddatga olmang yoki stop bilan analiz qilgan holatda olsangiz bo'ladi. Lekin oldingiz hozir yana diskountda qo'shadigan joy, mabodo qo'shib foydadan chiqdimi soting. Ya'ni minusdan chiqdimi soting. Yoki bo'lmasa hozir risk qildingiz, bu 100% o'sdimi, siz 100 dollar pulingiz 200 dollar bo'ldimi, 100 dollar chiqaring, qolganini tashlab qo'ying. Qolgani mabodo 5, 6, balki 10, 15 dollar chiqib ketib qolsa mabodo, ana shunda sotib, sekin hamma foydani olib chiqib ketsangiz bo'ladi, Alloh alam. Hop, endi kimdadir savollar bo'lsa bemalol savollar